Agar uxlab yozsangizmi, pul topalaydigan ish qilmasangiz, o'lgich ishlaysiz. Bu gap menga alohida bir ta'sir qildi bu gap. Nima ish qilgan vaqtda men shu Baydadam, Namrat dadam degan mush kitobni o'qigandan keyin huquq kirim degan bir alohida bir tushunchaga bo'ldim. Ya'ni bu huquq kirimni qanday tushunamiz degan vaqtda oddiy til bilan so'zlasak, siz uxlab yozsangizmi, pul topalaydigan bo'lishingiz kerak. Siz sayohatga chiqsangizmi, pul topa olasiz. Siz doktorxonaga yetib qolsangizmi, kartangizga pul tushib turadi. Mana buni biz oddiy shaklda huquq kirim deb tushunsak bo'ladi. Amaliyotda ko'pincha holatda ko'p pul topa oladigan kishilar bu huquq kirimga alohida ahamiyat beradi. Bularningki iqtisodiy kirimi bevosita ko'pincha holatda ahli emgak orqali kiradi. Lekin oz pul topadigan kishilar qanday desangiz, bular jismoniy emgak orqali emgakini pulga aylantiradi. Bu kishilar to'xtab qolsa, pulning kirishimi to'xtaydi. Bular sayohat qilsa-mu degandek pul topolmaydi. Sabab chunki bu emgak to'xtadi. Jismoniy emgak to'xtagan bu. Doktorxonaga kirib qolsa-mu, yana o'xshashlar pul topolmaydi. Demak, pul topa oladigan, ko'p pul topa oladigan kishilar bilan az pul topa oladigan kishilarningki tubki farqi shu huquq kirimni tushundimi, tushunmadimi mushkil shaklda. Ya'ni agar siz ma'lum bir sohani qilmoqchi bo'lsangiz, yoki ilik tikmoqchi bo'lsangiz, yoki savdo qilmoqchi bo'lsangiz, qilayotgan ishingiz sizga kirim jihatda uzluksiz kirim yarata olamdi, yarata olmamdi, mushni o'ylashing. Agar sizga uzluksiz kirim yarata olsa, siz sayohatga chiqasizmi yoki doktorxonaga yetib qolsangizmi, davomli sizga kirim qo'shilib tursa, kirimingiz hasillanib tursa, demak siz bu ishni cho'qim qilsangiz bo'ladi. Agar siz to'xtab qolsangiz, kirim shu vaqtning o'zi to'xtab qolsa, qayta bir o'ylashib beqishingizni tavsiya